Bizneslar nega kasodga uchraydi? Chunki birinchi eng katta xato qiladigan narsasi tadbirkorni u bilimi yaxshi bo'lmasligi. Birinchi darajada u o'zi masalan biznes haqida hech qanaqa bilimga ega emas. Tadbirkorlik faoliyatini boshlaydi. Endi avval masalan 10 yil oldin bilimsiz agar boshlanadigan bo'lsangiz agar mahsulotlar yetmagan bo'lgan, o'sha uchun xohlagan odamga sotib bilganlar, endi hozir talab juda ham oshgan, mijozlar juda ham kam, qimmat turishadi. Bunga ahamiyat bermasdan ochishyapti. Lekin bilim yo'q. Masalan, sotuv yoki marketing haqida, jamoa qurish bo'yicha hokazo o'shanga katta xato qilishadi. Biznes boshlamasdan oldin birinchi darajada bilim olish kerak biznes haqida. Nimaga bu kerak? Risklarni kamaytirish uchun. Shu orqali pulingizni yo'qotmaysiz, kasodga uchramaysiz.